Yura bitta gapda, nima shu issiqda saratonda uylanyapsan? Yur rasm tushaylik yoqqa. Ayt xil. Ey, yaki. Marojni olib kel, hech bo'lmasa ichimni muzlatay, bor. Keling-ki, turib olinglar mana. Mana bu yoqda turib olamiz, qani. Hozir. Yuzim terlab ketdi. Men nima qilay? Men at. Yuzing nima yo'qoldi? Yuzim yuvgam yo'q, issiqda terlab ketdim. To'g'risini ayt, shu saratonda nima uchun uylanyapsan? Biron bir sabab bordir, men qiziqyapman men. Ey, qisasanmi yo'qmi? Jonimga tegib ketding so'raver. Bir sababi bordir uylangandirman shu issiqda. Bo'ldim. Aka, mana shu konsertni eng oxiriga qo'ying. Nimaga? Borgan sari qiziqishim so'nyapti. Barakalla yigitlar, do'stlarning to'yini zo'r qilib o'tkazinglar. Ko'radigan mana unaqa bo'libdi. Xudo xohlasa 5 oydan keyin 5 to'yga ham kelib xizmat qilib berasizlar. Amaki adashtingiz. 5 oy emas, 9 oydan keyin demoqchi edingiz, a? Yo'q, bizada 5 oydan keyin. Nima saratonda issiqda uylanyapsan desam javob bermading. Ashoqlik qilib qo'yibsiz-da, kuyov bola?